Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuh. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Domla yaxshimisiz o'zingiz? Birinchi marta siz bilan gaplashyapman. Alloh yetkazganiga beadad behisob shukur. Ilmingiz Rahmat, ziyoda bo'lsin, salomat. martabangiz ulug' bo'lsin. Safar qilayotgan Rahmat. safarlaringiz Alloh taolo bir oxiratga zaxira qilsin. Bir savolim Amin. bordi, mana ro'zani kafforati to'g'risida. Mana shu qasddan ochilganga kafforat beriladi, qasddan ochilganga, qasddan tutmaganga kafforat bo'ladimi yo'qmi? O'sha qasddan tutmaslik, qasddan ochib olishga dalolat qiladida. Misol uchun ertalab turdi, og'zi hech narsa yemagan, tutmayman bugun dedi, yeydi. O'sha yeganda qasddan yegan bo'ladi. Aha. O'sha bitta Ramazonda shu qasddan yeb olganiga 60 kunlik kafforat tutib beradi. Tutib berish kerak. Berish kerak. Ikkalasi bir xil narsa ekanda. Ha, bir xil narsa. Bir xil narsa. Endi O'sha ba'zi masalan, odamlar bor, ertalab turadi, niyat qilmaydi. Men ertaga tutmayman deydi. Masalan, musofir yoki bemor. Bemor. Shunaqa sharoitdagi odamlar ertaga men tutmayman deb niyat qildi. Ertalab sharoiti bo'lib qoldi, ovqat yedi, boshqa narsa qildi. U bir kunga bir kun tutib beradi. U niyat qilmadi-da. niyat qilmadi. Ha, endi musofirning gapirini esga tushdi, uzr. Mana shu musofirda yurgan kishilar masalan muqimga niyat qilib oldi. O'sha musofirlik maqomi turadimi yo'qmi shu ro'za to'g'risida, mana shunaqa narsalar to'g'risida? Yo'q, muqimga o'tsa muqim bo'ladi u. Ro'za tutish kerak. Ha, ro'zada ham, namozda ham muqim bo'ladi. Rahmat, domla bo'lgan. Sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, rahmat.